Panama davlatidan janubda joylashgan barcha davlatlar hamda Karib havzasi mamlakatlari Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlari deb ataladi. Ma'lumki, Amerika qit'asi kashf etilganidan so'ng ko'p o'tmay Janubiy Amerika asosan Ispaniya va Portugaliya tomonidan bosib olingan. 16-19 asrlar davomida ularning mustamlakalariga aylantirilgan edi. Tabiiyki, ularning uzoq muddatli hukmronligi davrida ispan va portugal tillari asosiy til sifatida shakllanib ulgurgan edi. 19-asr davomida Janubiy Amerikadagi ko'pchilik davlatlar o'z mustaqilliklarini qo'lga kiritdilar. So'nggi mustamlakalar 20-asrning 60-70-yillariga kelib ozodlikka erishdilar. Endilikda bu mintaqada 13 ta mustaqil davlatlar mavjud. Karib havzasida esa mamlakatlarning umumiy soni 24 ta bo'lib, shundan 12 tasi mustaqildir. Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlari umumjahon geografik mehnat taqsimotida alohida o'rin tutadi. Bu mintaqa mamlakatlari asosan rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Janubiy Amerikada 3 subregion ajralib turadi. Amazonka va La Plata tekisliklari mamlakatlari, And mamlakatlari, Karib havzasi va Atlantika okeanida joylashgan mamlakatlar. Mintaqaning umumiy maydoni 18 million kvadrat kilometr bo'lib, undan 394 million kishidan ziyod aholi yashaydi. Shundan 17,8 million kvadrat kilometr maydon va 355 million aholi Janubiy Amerikaga to'g'ri keladi. Janubiy Amerikaning hududi shimolda Panama davlat chegaralaridan boshlanib, janubda to olovli yer orollarigacha cho'zilgan. Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlarining geografik o'rni xususiyatlarini asosan ularning Atlantika va Tinch okeanlari bilan o'rab turilishi belgilaydi. Boliviya va Paragvaydan boshqa barcha davlatlarning okean havzalariga tutashligi ularning jahon bozorlari bilan bog'lanishida muhim ahamiyat kasb etadi. 1914-yilda qurilgan Panama kanali Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlari iqtisodiy geografik o'rnini keskin yaxshiladi. Tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari ancha boy va xilma-xildir. Tabiiy sharoitlarning xususiyatlarini Janubiy Amerika va Karib havzasi hududining nam tropik va mo'tadil iqlim mintaqalari bo'ylab joylashganligi hamda okean va dengizlar bilan o'ralgan keng tog'lik va past tekisliklarning mavjudligi belgilaydi. Unumdor tuproqlarga ega bo'lgan keng tekisliklar va qulay tog' oralig'i vodiylari Janubiy Amerikaning deyarli barcha hududlarida xilma-xil xo'jalik tarmoqlarining keng rivojlantirishga imkon beradi. Atakama cho'lini hisobga olmaganda, bu materikning barcha joyida namlik hukmron. Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlari aholisining son jihatdan tez ko'payish davri 60-70-yillarga to'g'ri keladi. Aholining tabiiy o'sish ko'rsatkichlari hozir bu mintaqada 19 promilliga tengdir. Janubiy Amerika va Karib havzasi aholisining etnik tarkibi asosan 3 irq xalqlariga borib taqaladi. Ular Mongoloid, ya'ni mahalliy hindular, Yevropoid va Negroid irqiga mansub xalqlardir. Janubiy Amerika va Karib havzasi mamlakatlarining xo'jaligi o'rtacha rivojlanish darajasiga ko'ra Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan sezilarli ustunlikka egadir. Ammo sanoat Janubiy Amerikada bir tekis rivojlanmagan. Hozirgi paytda sanoat Argentina, Braziliya, Urugvay, Yamayka, Kuba, Puerto Rico, Chilida mintaqaning boshqa barcha davlatlariga nisbatan birmuncha rivojlangan.
Mintaqada sanoatning barcha tarmoqlari mavjud. Tog' sanoati Venesuelada neft, Chilida mis, fosforitlar, Braziliyada temir rudasi, olmos, oltin, Boliviyada tabiiy gaz, Surinam, Yamaykada boksitlar mavjuddir. Qayta ishlovchi sanoatdan qora metallurgiya Braziliyada, rangli metallurgiya Braziliya, Chili, Yamayka va Surinam davlatlarida rivojlangan. Elektroenergetika Braziliya, Argentina, Chili, Venesuela, Surinam va boshqa qator mamlakatlarda taraqqiy etgan. Mashinasozlik korxonalari barcha mamlakatlarda faoliyat ko'rsatmoqda. Avtomobilsozlik Venesuela, Braziliya va Argentinada yuqori darajada taraqqiy etgan. Kimyo va neft kimyosi Braziliya va Venesuelada, yog'ochni qayta ishlash Braziliyada tovar ahamiyatiga ega. Yengil va oziq-ovqat sanoat tarmoqlari mintaqaning barcha mamlakatlarida o'zining korxonalariga ega. Qishloq xo'jaligi mintaqa hududi bo'ylab tekis rivojlanmagan. Jami qishloq xo'jalik mahsulotining 1/3 qismi chorvachilik mahsulotlaridir. Bu tarmoqning ahamiyati ayniqsa Argentina, Urugvay va Braziliyada katta. Qoramolchilik, qo'ychilik, parrandachilik, chorvachilikning eng mahsuldor tarmoqlari hisoblanadi. Dengiz bo'yi davlatlari, ayniqsa Peru, Chili, Braziliyada baliqchilik muhim sohadir. Dehqonchilik tarmoqlaridan donchilik Argentina va Braziliyada, shakar qamish yetishtirish Braziliya, Kuba, Kolumbiya, Venesuelada, kofe yetishtirish Braziliya, Venesuela, Kolumbiyada, bananchilik Braziliya, Kolumbiya, Karib havzasi mamlakatlarida tovar ahamiyatiga ega. Janubiy Amerika mamlakatlarining aksariyatida transport ancha sust rivojlangan. Quruqlikdagi harakatlanuvchi asosiy transport tarmog'i avtomobildir. Bu tarmoq barcha mintaqa mamlakatlarini amalda bir-birlari bilan bog'lovchi yagona quruqlik transportidir. Temir yo'l transporti yanada sust rivojlangan. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning rivojlanishida ancha to'sqinlik qiladi. Barcha mamlakatlar va ularning ichki rayonlarini bir-birlari bilan bog'lashda dengiz va daryo transporti, ayniqsa Karib havzasi mamlakatlari uchun katta ahamiyatga ega. Sanoatida tog'-kon, neft kimyo, metallsozlik, aholi iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish tarmoqlari ancha ahamiyatli. Qishloq xo'jaligida yirik yer egalariga tegishli plantatsiyalarda tashqi bozor uchun ko'plab kofe, shakar qamish, banan, tropik meva mahsulotlari ishlab chiqariladi. Okean bo'yi hududlarida dengiz baliqchiligi katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Peru va Chili jahondagi eng yirik baliq mahsulotlari ishlab chiqaruvchi davlatlar qatoriga kiradi. Braziliya Janubiy Amerikaning eng yirik mamlakatidir. U maydonining kattaligi va aholisining soniga ko'ra jahonda 5-o'rinni egallaydi. Braziliya maydoni 8.512.000 kvadrat kilometr. Aholisi esa 2004-yil ma'lumotlariga ko'ra 176.6 million kishi. Davlat tuzumi federativ respublika. Hududi mineral tabiiy boyliklarga boy. Unda 50 ga yaqin mineral xom ashyo resurslari, ayniqsa qora va rangdor metallarning boy konlari topilgan. Jahondagi eng yirik va tarkibi eng boy temir ruda konlaridan hisoblanadigan Minas Gerais va Carajás mamlakat iqtisodiy hayotida katta ahamiyatga ega. Shuningdek, Braziliya dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan yirik marganes, boksit, polimetal konlariga ham ega. Ammo u yoqilg'i resurslarining biron xiliga ham boy emas. Braziliyaning qulay tabiiy sharoiti tufayli hududining 2/3 qismi nam ekvatorial o'rmonlar va tropik changalzorlar bilan qoplangan. Shu sababli
Braziliya jahondagi o'rmonga eng boy mamlakatlardan biridir. Mamlakatning muhim tabiiy resurslari qatoriga suv va gidroenergetika boyliklari ham kiradi. Jahondagi eng sersuv Amazonka daryosi va irmoqlari, shuningdek Tocantins, San Fransisko, Parana kabi daryolar nihoyatda ulkan energetika quvvatlarini yashirib yotadi. Braziliya yer resurslariga ham juda boy. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan foydali yer maydoni ko'rsatkichi jihatidan u jahonda Avstraliya va Rossiyadan keyingi o'rinni egallaydi. Aholisi asosan tabiiy ko'payish hisobiga yiliga 1,4% ga o'syapti. Aholisining etnik tarkibini 80 dan ortiq millat va etnik guruhlar tashkil etadi. Braziliya aholisi hududiy jihatdan ancha notekis joylashgan. Aholisining o'rtacha zichligi har kvadrat kilometr maydonga 19 kishidan to'g'ri kelgani holda, uning 90% jami hududning 5 dan 2 qismida joylashgan. Braziliya yuqori darajada urbanizatsiyalashgan davlatlar qatoriga kiradi. Aholisining 80% ga yaqini shaharlarda yashaydi. Unda 7 ta millioner shaharlar mavjud bo'lib, San Paulo, Rio de Janeiro jahondagi eng yirik shaharlar qatoridan o'rin olgan. Braziliya shahrida hozir 500 mingdan ortiq aholi yashaydi. Iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i bo'lgan sanoat so'nggi yillarda barqaror rivojlanish ko'rsatkichlariga egaligi bilan ajralib turadi. Metallurgiya sanoatining tez rivojlanishi o'z navbatida turli mashinasozlik tarmoqlari taraqqiyotini ancha tezlashtirdi. Hozirgi vaqtda Braziliya o'z avtomobilsozlik, samolyotsozlik, kemasozlik tarmoqlariga ega. Dunyodagi yirik GESlar qurilishi hisobiga elektr energetika sanoati katta yutuqlarga erishdi. Qishloq xo'jaligida dehqonchilik ham, chorvachilik ham tovar ahamiyatiga egaligi bilan ajralib turadi. Dehqonchilikda donchilik, kofe, banan va shakarqamish yetishtirish muhim rol o'ynaydi. Chorvachilikda go'sht mahsulotlari yetishtirish va qo'ychilik keng tarqalgan. Temir yo'l, avtomobil, dengiz va daryo transportlari yaxshi rivojlangan. Daryo transporti Amazonka daryosida rivojlangan. Dengiz transporti yuk tashish hajmi bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi.